Rossiyaning propaganda mashinasi bu juda ham murakkab mashina. Uni har qanday o'ziga e'tiqodi mustahkam bo'lgan insonlar ham ko'rib turadigan bo'lsa, o'sha Rossiyaning propagandasi sekin-sekin uning ongidan ip o'tkazib oladidagi, uni keyin manipulyatsiya qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana O'zbekistonda ham juda katta avlod vakillari aynan shu propaganda. Bu yerda bir qancha nuqtalar bor. Yosh katta avlodlarimiz SSRni qumsaydi va ular Rossiyani o'sha SSRning o'rindoshi sifatida haliga qadar ota yurt sifatida ko'radi. Ya'ni o'sha yosh katta avlod uchun asosiy davlat demak bu SSR edi. SSR qulagandan keyin markazda qolgan davlat bu Rossiya sifatida ko'radi. Lekin bugungi Rossiyaning millatchiligini mana Ukrainaga Rossiya bostirib kirdi. Juda ham ko'pchilik o'zbeklarning keyingi 3 yil, 4 yilda fikri o'zgardi. Fikri o'zgarishiga asosiy sabab Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi emas, Rossiyaning o'zidagi o'zbeklarga, tojiklarga bo'layotgan munosabatni anglash bo'ldi. Bu 70% mana shu asosiy sababchi bo'ldi. Rossiyadagi millatchilikni O'zbekistonning ichkarisida to'liq his qilish imkonsiz. Endi bu yerda mana boshqa nuqtalar ham bor. Nima uchun tojikistonliklar, o'zbekistonliklar uchun baribir Rossiya nisbatan jozibali ko'rinadi. 2016-yilga qadar biz qattiq avtoritarizmda yashadik. Bugun Tojikistondagi siyosiy tizim hali ham mana huquqsiz bo'lgan tojik yoki huquqsiz 2016-yilgacha bo'lgan o'zbekistonlik Rossiyaga borsa, bu yerda nisbatan ancha yaxshi davlat ekan-ku degan xulosaga keladi. Chunki davlatning ichkarisida Tojikistonda yoki o'sha 2016-yilga qadar O'zbekistonda har qadamda militsiya, har qadamda hujjat so'raladi. Toshkentda propiskadan o'tish mumkin emas. Viloyatdan viloyatga kirayotganingizda bahaybat o'sha Yevropa ittifoqida yo'q bo'lgan darvozalar qurib qo'yilgan. Bitta viloyatdan ikkinchi viloyatga o'tayotganingizda pulemyotlar o'rnatiladigan istehkomlar qurib qo'yilgan. Bu jamiyatni qo'rqitadi. Huquqsizlikni ongni ta'minlaydi va Rossiyaga borgan maktabni zo'rg'a bitirgan bolalar aytadiki, Rossiya normal davlat deydi. Ular Yevropaga bormagan, ular Amerikani ko'rmagan, ular huquqiy davlatlarni ko'rmagan. Lekin o'zining qattiq avtoritarizmi 2016-yilga qadar yoki bugungi kundagi bitta oila boshqaruvi Tojikistonni ko'rgandan keyin aytadi, Rossiya normal davlat deydi. Va natijada qiyosiy nimadan xulosa keladiki, baribir Rossiya to'g'ri Putin millatchi bo'lishi mumkin, lekin bizning ichkarimizdagidan ko'ra baribir nisbatan yaxshiroq degan xulosaga ham kelinadi. Bu omil ham bor.